Assalomu alaykum, Intimaqda xabarlarning kechki soni va uni sizlar bilan men Hurmatoy Nurmatova tanishtiraman. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Qirg'izistonning haydovchilik guvohnomalari Rossiyada foydalaniladi. Qirg'izistonda yangi tadbirkorlik boshlaganlar soliqdan ozod qilinadi. Жаңы ишкерлер ачкан мүмкүнчүлүк болот дагы. Suzoqdagi yer ko'chkida jabrlanganlar uy qura boshlashdi. Yaxshi suylab ekan, chek berib ekan deb 2-4 bo'ladi. O'shda ichki etdi kasalligi ko'paydi. Kasallik yosh bolalar orasida ko'p bo'lmoqda. Buni 1 litr suga qaynatib, biz ushul жерде 4 soat bo'yi beramiz baldarga. Qirg'izistonning haydovchilik guvohnomasi Rossiyada foydalaniladi. Davlat rahbari qirg'izistonliklarning haydovchilik guvohnomasi bo'yicha masalani Rossiyaning premyer ministri Dmitriy Medvedev bilan uchrashuvda ko'targan. Natijada Rossiya hukumat rahbari Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi o'lkalarining haydovchilik guvohnomalari Rossiyada qo'llanilishi bo'yicha topshiriq berganini Almazbek Atambayev Moskvada muhojirlar bilan uchrashgan vaqtda bildirdi. Qirg'izistonlik muhojirlar uchrashuvda davlat rahbariga 1-iyundan boshlab Rossiyada qirg'izistonlik haydovchilarning guvohnomasi yaroqsiz bo'lganini, bu yuzlagan muhojirlarni va ularning oilasi daromadidan ajratganini aytib, bu masalani ko'tarishgan. Rossiyada jamoat transportga, taksi xizmatlarida va xususiy ishxonalarda chet o'lka guvohnomasi bilan ishlashga 1-iyundan boshlab taqiq kiritilgan edi. Prezident Almazbek Atambayev Rossiyadagi Qirg'iziston elchisi Bolot Otunbayevga Rossiya hududida vafot etgan qirg'izistonliklarning jasadini vataniga bepul yetkazish masalasini nazoratga olishni topshirdi. Davlat rahbari elchiga o'zi qiynalayotgan fuqarolardan yana pul talab qilib qiynamaslikni aytib, jasad ortilgan yuk 200 tobutlarni tashishga 5-6 million so'm pul ajratishni bildirdi. Shuningdek, u elchi Bolot Otunbayevga bu masala bo'yicha davlat ish safari tugaguncha ma'lumot berishni topshirgan. Eslatib o'tsak, 21-iyunda Prezident Almazbek Atambayev bilan uchrashuvda Moskvadagi vatandoshlar jamiyatining yetakchisi Jamila Beshiyeva hozirda barcha aviakompaniyalar jasad ortilgan tobutlarni bepul tashimasligini bildirgan. Respublika hududida yangi tadbirkorlikni boshlaganlar soliqdan ozod qilinadi. Buni Iqtisod ministrligi va ayrim xalq vakillari ko'tarib, yangi qonun loyihasini ishlab chiqishdi. Bu Jo'g'org'i Kengashning umumiy yig'inida qo'llov topib, prezident imzosini kutmoqda. Qonunga ko'ra, hududlariga ishlab chiqarish ishxonalarini ochib, biznesmenlarning yordami bilan mahalliy xalqni ish bilan ta'minlash. Buning uchun tadbirkorlikni boshlagan odam soliqning 4 turidan bo'shatiladi. Ular foydadan va sotishdan olinuvchi mahalliy mulk, yer va yer solig'idan 5 yil to'liq ozod qilinadi. O'sh bilan Jalolobod oblastlarga paypoq ishlab chiqaradigan fabrika yaqin yillarda ochilishi ehtimol. Agar Iqtisod ministrligi va ayrim xalq vakillari ko'targan yangi qonun loyihasiga prezident imzo qo'ysa, bu ish amalga oshadi. Unga ko'ra, respublika hududida tadbirkorlikni endi boshlaganlar soliqning 4 turidan to'liq 5 yilgacha bo'shatiladi. Bu esa hududlarni qashshoqlikdan chiqarib, mahalliy aholini ish bilan ta'minlash yo'lini tanlaydi. Bir stanok 4.000-5.000 dollar turadi, короче. Bir ile stanok, короче. 150-200 ming dollar gerek, чтобы 30 ile stanok qo'ygango. Mamlakat janubidagi oq oltinni qayta ishlatish xususiy tadbirkorlikning rejasida bor. 15 mingga yaqin dehqonni ish bilan ta'minlab, yangi paypoq chiqargan ishxonaning bo'limini ochishni ko'zlamoqda. Agar davlat nasiya olishga kafolat bo'lib, soliqdan ozod etsa, ishning boshlang'ich bosqichini olib borish qulay bo'lishini tadbirkor qo'shimcha qildi. Eng asosiysi, tadbirkorlarning maqsadini bajarish hukumat e'tiboridan chetda qolgan. Hududlarda sanoatning yangi turini ochish uchun davlat tadbirkorlarni qo'llab daromaddan va savdodan olinadigan mahalliy mulk va yer solig'idan ozod qilishni rejalagan. Enerji ishxonalarida bu o'zi qurish o'zi qimmatga turganlikdan, aslida o'zining aqtalishi unday jayroq bo'ladi. O'sha sababda 5 yil anan ulam o'sha hukumat tomonidan bekitilgan iqma bilan ulam o'sha yengillik algan ishxonaning üstünden albatta analiz, monitoring yurgiziladi.
Yangi qonun loyihasiga ko'ra tadbirkorlar barcha tarmoq bo'yicha biznesini boshlasa bo'ladi. Buning uchun hukumat cheklov kiritmay, qo'llab-quvvatlashi kerakligini Iqtisod ministrligi ta'kidlaydi. Faqat ishxonaning ishini tegishli tarmoq va mahalliy hukumat nazorat qilib, ish jarayonini kuzatadi. Sanoatning hajmi ortib, ish o'rinlari ko'paysa, keyingi mavsumga ham soliq olinmasligi mumkin. Bu ikki mezon asosida tanlanib, qaror yil sayin uzaytiriladi. НДС салыгында 20%-тан 2%-га түшүп атканда корушканда, бирок кайра көбүрөөк болгон. Бул деген жаңы ишкерлер ачкан мүмкүнчүлүк болот дагы. Анан көбүнчө адамдар жумуш менен камсыз болушат дагы. Кошумча социалдык фондго төлөмдөр түшөт. Анан жаңы иш болгондон кийин сөз кайра бул пайда жагы көбүрөөк болот. Hududlarda sanoat ishxonalarini ochish bilan mahalliy g'aznada mablag' ko'payadi. Yo'l, suv, ijtimoiy qurilishga mablag' topilib, qishloq sharoitini yaxshilasa bo'lishini iqtisodchilar aytishadi. Eng avvalo ichki va tashqi muhojirlik oqimi to'xtab, o'z ishining mutaxassislari chet ellarda ko'cha tozalashdan xalos bo'ladi. Өзүбүздүн элибиздин көнгөн жерибиздин ыңгайына туура келе турган иштерди жасаш керек. Өзгөчө тоолуу райондорго мал, алардан чыгара турган продукциялардын түрлөрү көп. Өтө көп түрлөрү бар да. Ошонун бардыгында баягы Союздун убагындагыдай чакан ишканаларды ачып, ар бир түрү боюнча, ар бир айыл боюнча өзүнчө ишканаларды ачып, анан ошолорду иштетип кетсе, региондорго абдан жакшы болот эле. Tadbirkor sanoatni hududlarda ochib, dotatsiyada turgan qishloqni qashshoqlikdan chiqarishni maqsad qilgan. Bu soliq bo'yicha tashabbus ko'tarilgan yangi qonun loyihasida qayd etilib, ko'pchilik deputatlarning ovozini olgan. Agar Iqtisod ministrligi va qonun chiqaruvchilarning qarorini prezident imzolasa, tadbirkorlar joriy yildan boshlab soliqning 4 turidan 5 yilga ozod etiladi. Umida Mirzabayeva, Gulzara Bakayeva, Azamat Imanov, Intimaq, Bishkek shahri. Saribuloqda jabrlanganlarga yer uchastkalari beriladi. Yanvarning 27-sida tushgan ko'chkida uysiz qolganlarga qo'shni Qashqaterak qishlog'idan yer transformatsiya qilinib, 10 sotixdan chek berildi. Hozirda uyning poydevorlari qurila boshladi. Qish kelguncha bitirib olish uchun shoshilayotgan aholi bilan muxbirimiz suhbatlashib qaytgan. Saribuloq qishlog'ida 27 yanvarda tabiiy ofat oqibatida 4 uyni tuproq bosib qolgan. 4 oydan beri o'rmon xo'jalik binosida yashayotganlarga 2-iyunda yer uchastkalari berilgan. Mazkur 4 oila va xavfli hududda yashayotgan 8 oilaga Qashqaterak qishlog'idan 10 sotixdan yer berilib, qurilish ishlari olib borilmoqda. Yaxshi suylab ekan, chek berib ekan deb 2-4 bo'ladi. Turar joyni tuproq bosib qolgan 4 oilaga maxsus jamg'arma ochilib, mablag' to'plangan. Uning hisobida 2 xonali 4 uy qurilmoqda. Sababi bu vaqtgacha jabrlanuvchilarga hudud xavfli ekanligi ogohlantirilmagan va suvda berilmagan. Çarpaya parpaya özmenen gelip oturağız şerde. Ustalar şu ayttan keyin gelip izde atışat. Oşolu bizge uşunday tüzük kıldı beçereler emi. Raqinaldı dep maga 30 ming akça berişdi. O'sha ekkomla tamda bitirib kulishim berishayotgan. Qolgan xavfli deb ko'chirilgan oilalarga davlatdan hech qanday yordam ko'rsatilmagan. Ular ajratilgan yerga uy qurib, qish mavsumigacha ko'chib kirish uchun hukumatdan arzon qurilish jihozlari va moddiy yordam so'rashmoqda. Sababi qish mavsumi kelib qolsa uylar yo'q qoladi. Ayrimlari esa 1994-yilda berilgan yer uchastkasi sudalarni boshqaga berganlari ham bor. Qo'ldan kelsa shu hukumat kishine yordam qilsa, biz o'sha tomni solib biz davsh el qatori chiqib olsak degan o'y. Ustaga berish uchun palancha mingan. Otam olgan edi, mening otim bor. Shularga bergan nimaning o'rnida menga dili bersa bo'ladi o'shani. 10 sotik yerdi. Fuqarolarga moddiy yordamni qishloq hukumati dotatsiyada bo'lganligi uchun ko'rsata olmaydi. Hududdagi yashash sharoitlarini, ya'ni yo'l, suv, yorug'lik masalalarini mahalliy hukumat hal qilib beradi. Hozirda 11 gektar yer transformatsiya bo'lib, Qizko'l qishloq hukumati bo'yicha 78 oilaga berilgan. Andan sirtqari bularga men uy solib berem deb men hech qanday vanda bera olmaymiz. Sebebi bizning budjet tartish jetpeydi. Qoptu yerda qattada turgan 405. Anchadan 150 alsa go'shchi bo'ladi. Jami Saribuloq qishlog'ida ko'chki xavf ostida yashayotgan 50 ga yaqin oila bor. Hozirda imkoni borlari o'zlari turar joy qurishmoqda. Yana 12 oilaga yer uchastkasi berilib, oldindagi 35 gektar yerni transformatsiyalash ishlari olib boriladi. U yer ham ko'chki xavf ostida yashayotganlarga beriladi. O'shda ichki kasalligi ko'paymoqda. Kasallikka ayniqsa 5 yoshgacha bolalar ko'p chalinmoqda. So'nggi 10 kun ichida bu kasallik keskin ortib, bemorlar koridorlargacha joylashtirilmoqda. Shifokorlar kasallik kuch olishi mevalarni yuvmay iste'mol qilish sababli bo'layotganini aytishdi. Shu sababli ular bolalarga mevalarni gigiyena qoidalarini saqlash bilangina berish bo'yicha ogohlantirish berishdi. Bu kasallikni oldini olish uchun nimalar qilish kerak? Muxbirimiz hikoya qiladi.
Ich ketish kasalligiga chalingan bolalarning eng og'ir ahvoldagilari kasalxonaga olib kelinadi. E'tiborsiz bo'lgan ota-onalar o'z vaqtida ahamiyat qaratmaganligi uchun farzandlari oriqlab ishtahasi yo'qoladi. O'shdagi bolalar yuqumli kasalliklar bo'limiga 10 kun ichida mazkur kasallikka chalingan 50 ga yaqin bola olib kelinib davolanmoqda. Birinchi gripp oldi. Gripp bo'lib, temperaturasi tomog'i jo'tilib 39 dan tushib qo'ydi-da. Vrachlar poliklinikaga bardik, 3 kun uyda qaradik. Больницаға 3 kun gripp болып, temperatura chiqdi, andan keyin направление olib o'sha yerga jatdik. Bemorlar ko'pligi sabab xonalar yetishmay koridorlargacha yotkazilmoqda. Bu so'nggi bir hafta ichidagi holat. Kasallikning yana bir sababi issiq kunlarda eskirgan meva sabzavotlarni yeyish. Кейбіреулері емеден теріулі жерден теріп алып беріп қойшады. Ошондо да мындай чоңыраак балдарга. Анан кичинекей азыр эми бул жерде кишечный болуп ооруган оорулардан көбүнчө 1 жаштан жогоруга көп болуп атат. 2 жашар ошолордун мындай өстөрүн нарак берип басып жүргөндө көп кир жерлерди кармап алышат, же бирдекенин оозуна салып алат. Ошол энелер өстөрү мындай убактылык менен Ich ketishi kasalligi sabab oilaviy shifokorlar markaziga murojaat qilganlarning soni ham ko'paymoqda. Bir kunda deyarli 10 tagacha ota-ona kasallikka chalingan farzandlarni olib kelishadi. Shifokorlar ularga uy sharoitida ham davolash yo'llarini o'rgatishadi. Негизги белгилери болуп, бул биринчиден ичтин оорусу, ичтин көбүүсү, ичтин тез 3-4 жолдан көбүрөөк өтүшү, жана ошондой эле дененин температурасынын жогорулашы, балдардын алсызданышы, алардын табитинин начарлашы. Shifokorlar ich ketishi kasalligiga chalingan bolani uy sharoitida davolash mumkinligini aytishadi. Kasallik suyuqlik yetishmasligi sabab paydo bo'ladi. Shu sabab har kuni qaynatilgan suvga kerakli vositani qo'shib ichib turish kerak. Buni 1 litr suvga qaynatib, biz ушул жерде 4 soat bo'yi beramiz baldarga. O'tgan yilda meva sabzavotlar erta pishganligi sabab kasallikka chalinganlarning soni ko'p bo'lgani bilan ular 20 yoshdan o'tganlar edi. Bu yilda esa ularning yoshi 5 yoshgacha bo'lganlar. Eslatib o'tsak, O'sh shahri bo'yicha 6 oy davomida ich ketish kasalligidan davolanganlarning soni 500 ni tashkil qildi. Majina Ulug'bek qizi Begimay Hasan va Qimmatbek Abdusamad o'g'li Intimaq. Dasturimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Avval uning qisqacha mazmuni bilan tanishtirib o'taman. Yangiliklarni esa reklama va e'lonlardan so'ng davom ettiramiz. Bizdan uzoqlashmang. O'zgan va Cho'ng'oloydagi tabiiy ofatlarda jabrlanganlar hukumat hisobiga yig'ilgan pulni ola boshlashadi. Talabalarni oliy o'quv yurtlarida nasiya bilan o'qitish taklif qilinmoqda. Qorasuvda suv tanqisligi yuzaga keldi. Ko'chada suv chiqmaydi. Qiynalamiz. Cho'ng'oloy va O'zgan rayonlarining tabiiy ofatdan jabrlangan yashovchilariga shu haftada hukumatning maxsus ochgan hisobiga tushgan mablag' bo'lishtirila boshladi. Favqulodda holatlar ministrligining ma'lumotiga ko'ra, maxsus hisobga O'zgandagi yer ko'chkida uy-joydan ajraganlarga 25 million 489 ming so'm, Cho'ng'oloyda sodir bo'lgan zilzilada jabrlanganlar uchun 24 million 197 ming so'm yig'ilgan. Mablag'larni aholiga qishloq kengashining deputatlari, oqsoqollar, faollardan tuzilgan hududiy komissiya bo'lishtirib beradi. Mahalliy hukumat vakillari jabrlangan oilalarga beriluvchi mablag' miqdorini hozircha aniq belgilamaganini bildirdi. Qirg'izistondagi oliy o'quv yurtlarida nasiya bilan o'qitish taklif qilinmoqda. Bilim berish to'g'risidagi qonun loyihasining tashabbuschisi Ali Qarashev bu taklifni jamoatchilik muhokamasiga qo'ydi. Unga ko'ra, talabalar imtiyozli bilim berish nasiyalarini o'quv haqqini to'lash uchun olib, uni oliy o'quv yurtini tamomlab ishga kirgandan boshlab qayta to'lay boshlashadi. Qarashevning so'zlariga ko'ra, Qirg'izistonda oliy ta'lim berishning bahosi ko'plagan mustaqil davlatlar hamdo'stligi o'lkalariga qaraganda past bo'lgani bilan o'lkada talabalarni moliyalash ahamiyatli masalalarning biri bo'lmoqda. Parlamentariy rivojlangan davlatlarning ko'pchiligida davlat tomonidan bilim berishga sarflanuvchi imtiyozli nasiyalar bo'yicha davlat dasturlari bor. Agar mazkur qonun loyihasini deputatlar qo'llasa, unda hukumat bilim berishga kredit berish yo'llarini ishlab chiqadi.
Dasturimizni davom ettiramiz. Batkendagi chegaradosh qishloqlarga quyosh nuridan energiya oluvchi lampalar o'rnatildi. 120 dona yorituvchi vositalar qirg'iz-tojik orasidagi mojarolarni oldini olish maqsadida qo'yilgan. Xarajatlarni xalqaro tashkilotlar moliyalab, mahalliy hukumat bilan yashovchilar bu ishlarga ko'maklashishgan. Oldinda mana shu xabarlar bilan qisqacha tanishasiz. Botkendagi Tojikiston bilan chegaradosh Botken va Laylak rayonlaridagi 6 hududda tungi chiroqlar o'rnatildi. Chegaradosh qishloqlardagi hamkorlik loyihasining asosida qo'yilgan chiroqlar kunduzi kundan energiya olib, tunda yorug'lik beradi. Uni o'rnatishning asosiy maqsadi chegaradagi jinoyatlarni ozaytirish. Jami 120 dona chiroq o'rnatilib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 121.671 AQSh dollarini ajratgan. Yorug'lik o'rnatish ishlari 2 oy davomida olib borilib, may oyida yakunlangan. Eslatib o'tsak, 2016-yilda Tojikiston-Qirg'iziston chegarasida 7 marotaba kelishmovchilik yuzaga kelib, bu yil 6 oyida esa 11 marotaba ro'yxatga olingan. Жарык болгон жерде түндөсү кылмыштуулук да аз болот экен. Эми башка жерлерде кылмыштуулук болсо, биз кылмыштуулук экенин да деп коер экенбиз. Чек аралаш айылдарда коңшулар менен бири-бирибизди айыптоо жүзөгө келип калат экен да. Ошондуктан биз мына жарыктандыруунун негизги уюштуруунун негизги максатыбыз сүт чатактардын алдын алуу. Botkenda bugun o'z huquqingni bil deb nomlangan aksiya o'tdi. Unda yurist, haqiqatchi va tegishli rayon xizmatlaridan mutaxassislar aholiga bepul yuridik maslahatlarni berishdi. Huquqiy bilimini kengaytirishga bog'liq tadbirga hal bo'lmayotgan yuridik masalalari bor fuqarolar murojaat qilib bepul maslahat olishdi. Ular orasida ko'pchiligi bolalarga aliment olish va yer uchastkasi, yordam puli, pasport ololmaganlari ko'p. Mazkur aksiya Laylak rayonidagi Qulundi qishlog'ida ham o'tkazilib, 50 ga yaqin fuqaro murojaat qilgan. Adliya ministrligining tashabbusi bilan uyushtirilgan tadbir ertaga ham davom etadi. Жөлөк бул чыга турган болсо, мыйзам боюнча, ага кандайдыр бир себептер менен ошол соцзащита кызматкерлер тарабынан чыкканга тоскоолдуктар жаралса, ошол учурда биз барып аларга мыйзамдуулугун далил аныктап чыкканга жардам беребиз. Qorasuvning birlashgan uchastkasining 3 ko'chasiga 2 oydan beri ichimlik suvi chiqmaydi. Shu sababli 3000 fuqaroning 1000 ga yaqini suvni bir chaqirim uzoqlikdan tashib ichishadi. Bu yerdan olib kelishga imkoni bo'lmasa, ariqdagi oqova suvdan foydalanishadi. Suvni to'xtatgani bo'yicha qishloq hukumatining xabari bor, biroq uni ta'mirlash ularning xizmatiga kirmaydi. Sababi mazkur uchastkaga ichimlik suvi O'sh shahar suv kanal ishxonasidan beriladi. Muassasa may oyidan beri suv kelmayotganiga nima sabab bo'lmoqda? Muxbirimiz tanishtiradi. Bu vaqtgacha birlashgan uchastkasida toza suv yetishmasligi muammosi bo'lmagan. Har bir ko'chada suv bo'lgan hududda 2 oydan beri toza suv chiqmaydi. Shu sabab qo'shni qishloqlardan tashib kelish kerak. Unday holatda asosan yosh bolalar kun issig'ida bir chaqirim olisdan suv tashib kelishadi. Suv tashiymiz, kunda dayma. Shunday opalarga yordam beramiz. Ko'chamizda suv chiqmaydi. Qiynalamiz. Ayrimlari 2 oydan beri ariqdagi suvdan foydalanishmoqda, lekin iflos suvlardan turli kasalliklar paydo bo'ladi. Bundan boshqa iloj ham yo'q. Shuncha vaqtdan beri nimaga suv chiqmayotganligi ham noma'lum. Bu borada tegishli rahbarlarga ham murojaat qilishmagan ekan. Bu ariq ham toza emas. Katta kanalning bo'ylarini qarasanglar, elder musor tashlagan, pampers tashlagan. Toza emas-da suv. O'shani ayla jo'q ichganda ichib atishadi, kir juvishib atadi, o'sha tashib kelamiz. Olda birarda jo'q bo'lib qoladi. Sari suv olib, qayoqdagi paynab suvlar keladi. Qishloq hukumatining ma'lumotiga ko'ra, har yilda bahor-yoz oylarida shunday muammo yuzaga keladi. Hududga suv vaqtida kichik shaharchasidan olib kelinib, yoz oylarida suvni tejab foydalanmasligi oqibatida birlashganga suv bosimi yetmaydi. Rahbarlarning muammodan xabari bo'lgani bilan uni hal qilish yo'llari ularga bog'liq emasligini aytishadi. Sababi hudud Qorasuv rayoniga qarab, suv esa O'sh shahar suv kanal ishxonasidan beriladi. Biz эми болгону Горбада каналга кайрылабыз. Шундай маселе жаралып атат, кандай кылсак болот депчи. Анан эми улар өздөрүнүн территориясында кандай иш алып барышы боюнча биз аларга неме кыла албайбыз. Unga bog'liq shahar suv kanal ishxonasi ichimlik suvini tejab foydalanish kerakligini ogohlantirishmoqda. Bu borada tushuntirish ishlari ham olib borilib, qoida buzganlarga akt tuzilib, suv berish to'xtatiladi. Agar 3 kun ichida jarima to'lanmasa, ish prokuraturaga topshiriladi. Qorgon degende участка бар, бул да Төлөкөн айыл өкмөтүнө карайт. Ал жердегилер да 2 күндөн бери түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ал жердегилер да ошол экономду, үнөмдү колдонсо, суу Кыргыз Бирлешкен айылына толук кандуу чыгат деп мен ишендирип кете алам.
Shu bilan bir vaqtda suv yetkazish ishlari uchun hukumat rahbarlari o'zlari ish olib borish kerakligini ta'kidlashadi. Sababi ishxonaning asosiy maqsadi shahar aholisini suv bilan ta'minlash. Ta'kidlab o'tsak, bahor mavsumidan boshlab hududlarda suvni tejash bo'yicha tekshirish ishlari olib borilmoqda. Madina Ulug'bek qizi Nurjamol Barg'iboyeva, Argen Qalbek o'g'li, Intimaq. Dasturimizni xalqaro xabarlar bilan davom ettiramiz. Islom davlati ekstremistik guruhi chorshanba kuni Mosul shahridagi taniqli Al-Nuri masjidini va uning minorasini portlatgan. Iroq hukumati jangarilar bu bilan mag'lub bo'lganini tan olmoqda deb bildirdi. Bu masjid 1172-yili qurilgan. Mana shu masjidda 2014-yili Islom davlati guruhining lideri o'zini xalifa deb e'lon qilgan. Uning qora bayrog'i masjidda 3 yil ilinib turganini, endi uni vayron qilishi guruhni yengilganini ko'rsatishini Iroq hukumatining rahbari Haydar al-Abadiy bildirdi. Kreml Rossiya tashqi ishlar ministrining o'rinbosari Sergey Repkov bilan AQSh davlat kotibining o'rinbosari Thomas Shannon bilan bo'ladigan uchrashuvni to'xtatdi. Rossiya tashqi ishlar ministrligining bu Washington tomonidan 20-iyunda e'lon qilingan Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarga javob bo'lganini bildirdi. Moskvaning Ukrainadagi faoliyatiga bog'liq AQShning kengaytirilgan sanksiyalari Rossiyaning 38 fuqarosiga va bir nechta kompaniyalariga qarshi yo'naltirilgan. Avvalroq Rybkov vaziyatni o'zi 23-iyunda Sankt-Peterburgda o'tkazish rejalashtirilgan so'zlashuvlarni olib borishga yordamchi bo'lmayotganini aytgan. 21-iyunda Kremlning matbuot kotibi Dmitriy Peskov yangi sanksiyalar konstruktiv emasligini va unga javob qatori turli variantlar qaralayotganini bildirgan. Rossiyalik xakerlar Qo'shma Shtatlardagi o'tgan yilgi prezident saylovi vaqtida kamida 21 ovoz berish tizimini buzib kirgan. Bu haqda Senatning josuslik komitetida AQShning ichki xavfsizlik departamentining xodimi Janet Manfra bildirdi. Komitet yig'inida rossiyalik xakerlar kompyuterlarni buzib kirib, saylov oldidan jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilinganligi bo'yicha AQShning josus xizmati xulosasi qaraldi. Unda Manfra hacker hujumlari bo'lgani bilan ovoz berishning natijalari o'zgartirilmaganini ta'kidladi. BMTning insonlarni o'z huquqlarini erkin bildirish bo'yicha maxsus bayonotchisi David Key Tojikiston hukumatini mustaqil jurnalistlarga va hukumatning pozitsiyasiga rozi bo'lmagan odamlarga bosim o'tkazishda ayblab, qattiq tanqid qildi. U BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashining yig'inida Tojikiston hukumatining o'lkadagi xavfsizlik bilan barqarorlikni ta'minlash bo'yicha ko'rayotgan choralari salbiy natija berayotganini bildirdi. Key o'tgan yili Tojikistonga borib kelgandan keyin tayyorlagan bayonotida hukumatni mustaqil nashrlarga bosim o'tkazishga, ma'lumotga yetish imkoniyatlarini cheklashga va fuqaroviy jamiyat bilan muxolifatchi demokratik kuchlarga bosim o'tkazishda ayblagan. Shu sababli Tojikistonning Shveysariya konfederatsiyasidagi elchisi va o'lkaning Jenevadagi xalqaro tashkilotining doimiy vakili David Keyning bayonotini bir tomonlama deb hisoblashini bildirdi. Bu bayonotning muallifi terrorizmga qarshi kurashish bo'yicha Tojikistonda qabul qilingan boshqa qonunlar bilan choralarni hisobga olmaganini aytdi. Fransiyada Parij aviasaloni deb nomlangan samolyotlar ko'rgazmasi bo'lmoqda. Unga 90 o'lkadan samolyot ishlab chiqaruvchi kompaniyalar ishtirok etmoqda. Ko'rgazmada bir nechta yo'lovchi tashuvchi va o'q otuvchi harbiy samolyotlar sinovdan o'tkazildi. Fransiyadagi Le Bourget aeroportida yo'lovchilarni tashigan harbiy samolyotlarning ko'rgazmasi bo'lmoqda. Unga o'zlarini ishlab chiqargan samolyotlarni ko'rsatish uchun 90 ta davlatdan 2000 dan ortiq kompaniya ishtirok etdi. Ko'rgazmada ko'pchilikning e'tiborini tortgan texnika Amerikaning Lockheed Martin kompaniyasining ko'p funksiyaga ega F-35A urush samolyoti bo'ldi. Kompaniya vakillari so'zlashuvlar asosida omadli shartnoma bo'lsa, nomlangan samolyotlardan 400 donani 11 ta mamlakatga yetkazib berishga tayyor ekanliklarini bildirishdi. O'sha vaqtda Amerika samolyotiga raqib sifatida Fransiyaning Dassault Rafale o'q otuvchi samolyoti havo maydoniga ko'tarildi. Ushbu urush texnikasi Islom davlati jangchilarini portlatish operatsiyasiga ham ishtirok etgan. Shuningdek, Airbus Military kompaniyasining harbiy transport samolyoti ham safdan o'rin olgan. Kompaniya samolyotlarini yetkazish uchun bir necha Yevropa o'lkalari bilan shartnoma tuzishgan. Bundan tashqari yana bir guruh aviakompaniyalar o'zlarining samolyotlarini olib kelishgan. Ularning orasida dunyodagi eng yirik va eng ko'p o'rinli Amerika ishlab chiqqan Boeing 737 Max 10 samolyoti ham bor. Parij aviasaloni ko'rgazmasi 25-iyunga qadar davom etadi. Samolyotlar ko'rgazmasini tomosha qilgani istagan yashovchilar kelib ko'rib ketishlari mumkin.
Bugun Intimaq muxbirlari tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumoti kutmoqda. Tuningiz osuda o'tsin, xayr omon bo'ling.